Mana oradan 6 soat o'tdi. Gulimiz ancha qotib qoldi. Agar ozgina qiyshaygan joylari bo'lsa, hozir bemalol to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Hali yumshoq. Figurasini o'zgartirsanglar bo'ladi hozir. Tak, endi qaranglar, tonirovka beramiz. Uning uchun bizga mana bunaqa machalka kerak bo'ladi. Oddiy любой machalka to'g'ri keladi. O'zingizga kichkina qilib kesib olasizlar. Ko'yarimiz. Mana ko'rgan bo'lsanglar, bir tomchi qildim. Mashinasi yetadi. Mana bu tarafiga ozgina izini ko'chirib olamiz. Har doim birinchi testoviy modelkada qilib ko'ringlar, chunki yarki bo'lib ketishi mumkin. Sekin-sekin chetlarga berib ko'ramiz. Testovisiga menda har doim testoviy modelkam bor. Bu modelkaga sotuvga chiqmaydigan modelka bu. Uni test sifatida qoldirganman. Qaranglar, endi sekin uchida berishni boshlaymiz. Mana uchli joylarini qo'rqmasdan, qiyin bo'lgan joylarni xohlasanglar, agar sizlarga qiyin bo'lsa, misol uchun men bu machalkada bera olmasanglar, gubkada, unda kistichkada bersanglar bo'ladi, lekin kistichkada shaxsan menga unaqa ishlash yoqmaydi kistichkada. Mana sekin bitta bagidan berishni boshlaymiz. O'rtalarini ko'p kistichkada bersanglar bo'ladi, chunki o'rtalarga yetib borish qiyin. Mana uchli qilib baylarini chiroyli qilib tonirovka beramiz. Tonirovka berganingizda gulinglar yana ham ochiladi. Mana o'rtalarini sekin bersak bo'ladi. Mana qaranglar, agar ko'proq surib olgan bo'lsanglar, o'rtasiga qo'rqsanglar, qattiqroq surishga, polietilenovый paketni ustiga bitta-ikkita bosib yuborsanglar, ancha rangi ketadi. Mana qo'rqmasdan o'rtasini ham qilsanglar bo'ladi. Bo'ldi. Endi teg qismidan sekin teglarga ham berib chiqamiz. Endi sizlar mana firmenniy gulimni yasashni bilasizlar. O'rtalarini qanaqa qilib qavat chiqarish